Siz payg'ambaringizning masjidga kelishini yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Qandaq bir kishi o'zi yaxshi ko'rgan insonning yanında bo'lishni xohlamaydi deysiz? Bir kuni masjidning oldidan qo'lida nayz ko'tarib olgan bir odam o'tdi. Payg'ambar alayhisalom u kishiga nayzini ching tutqin dedi. Payg'ambar alayhisalom yana sizlardan biringlar nayz ko'tarib olgan holatda masjid va yoki bozorning oldidan o'tsa uningga musulmonlarga aziyat yetkazmaslik uchun nayzining tig'larini olqonlaring bilan yo'gigan holatda ching tutqin danglar dedi. Ey hamshiram, suyimlik payg'ambarimiz bilib bilmay musulmonlarga aziyat yetkazmaslikni xohlaydi. Shuning uchun masjidning oldidan o'tib ketayotgan bir erga o'qiyalarining uchini tutib olishni talab qildi. Amaliyotda insonni jarohatlantiradigan narsalar nayzalar va o'qiyadan iborat emas. Tilmi ba'zida tig'dan o'tkir. Shuning uchun til ba'zida insonlarni nayza va o'qiyalardan bakrak jarohatlantiradi. Chunki tig' yarasi saqaysimi, til yarasi saqaymaydi. Til yarasining izi qalbda qolib qoladi. Shuning uchun tilingizni ching tuting. Ey hamshiram, davrimizdagi eng ichinarli ishlarning biri shuki, kishilar samimilik bilan haqorat qilishni bir-biriga aralashtirib etgan. Siz do'stingiz xatolashganda uningga samimilik bilan muomala qiling. Siz uningga yaxshi ko'rdiganligingizni va yaxshiligini aytqash, xatoligini ayting. Sizning uning xatoligini tuzitishdagi samimiyatingiz uni xato ishlardan to'sish bilan birga u hujumga uchirganda uning shon-sharafini qo'g'digan vaqtingizda namoyon bo'ladi. Samimilik siliq sipoyilik bilan nasihat qilishdir. Samimilik bilan qilgan nasihatingiz Alloh uchun bo'ladi. Alloh uchun bo'lmagan nasihatning hammasi haqoratdir. Garchi deginingiz rost bo'lsa-mu, u bir haqiqat bo'lsa-mu, u bir haqorat bo'ladi. Ko'rimsiz bir ayolga uning ko'rimsiz ekanligini aytsangiz, u ayol ko'rimsiz bo'lgan taqdirdami bu bir haqorat. Yangi kiyim kiyib xo'shal bo'lgan bir ayolga kiyimining yarashmaganligi aniq bo'lsa-mu, lekin uningga kiyimining yarashmaganligini ochiqlab aytsangiz, bu bir kamsitish. Bir insonni boshqalarning oldida qalbiga aziyat berib tanqidlasangiz, amaliyotda uning qilgan ishi kulkilik bo'lgan taqdirdami, bu bir haqorat. Barcha haqiqatlar so'zlanishga tegishli emas. İnsanlarning aybini aytishga sizni kim qo'yibdi shundaqmi? Agar gunoh bo'lmaydigan ish bo'lsa, ba'zi ishlarda haqiqatni yoshirin tutishmi muhim. Agar cheklanadigan bir ish bo'lmasa, maqtash haqiqatni aytishdan bakrak muhim. Chunki siz aytgan so'zlaringizning qanday ta'sir bo'lganligini bilmaysiz. Anglag'uchining qalbida qoldiradigan izini bilmaysiz. Siz uni unutib ketasiz, ammo u kechich uxlayolmaydi. Ey hamshiram, kishilarning uyiga qarg'ulachi kirib, ularga ziyon solmang. Yo'ldoshining qo'polligi va mijoz xulqiga sabr qilgan ayolning turmushiga siz nimishqa aralashsiz? Siz nimishqa uningga yal berasiz? Nimishqa uylarni vayron qilib, mehr muhabbatni buzasiz? Kishilar oqibatni o'ylab chidaydi. Har odamning o'ziga yetgudak ta'di bor. Shunga siz boshqalarning turmushiga aralashib olmang. Agar yaxshi so'zingiz bo'lsa, Alloh sizni barakatli qilsin. Agar yaxshi so'zingiz bo'lmasa, sukutingizda Alloh sizni barakatli qilsin. O'ltirishlarga borganda boshqa bir do'stingizning yangi kiyim ololmaganligini nimishqa deb yurasiz? Hamma uylarning o'ziga tushliq sirlari bor. Sizga ishinib, aytgan sirlarni boshqa yerlarda so'zlamang. Do'stingizning ko'ni uy jabdoqlarini almashtirmagani bilan sizning nima qaringiz? Hamma odam siz qila olgan ishlarni qila olamdi. Siz burunqi ayol sahobalarning hayotini anglashni yaxshi ko'rasiz. Bugun siz ular bilan birga bir voqeani naq maydonda ko'ring. Abdullah ibn Abbas o'zining talibi Ato ibn Abi Rafaqqa "Men sana jannat ahlidan bo'lgan bir ayolni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Ato "Albatta bo'ladi, ko'rsatib qo'ying" dedi. Abdullah ibn Abbas bir ayolga ishorat qilib, "Mana bu ayol Rasulullohning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men tutqoqlik kesili bor bir ayol. Mening kesilim tutganda badanim ichilib qoladi. Sen Allohga men uchun duo qilsang" dedi. Rasululloh u ayolga "Sabr qila olsangiz sizga jannat bor.
Agar xohlasangiz, siz uchun duo qilaman. Allah sizni bu kasaldan xoli qiladi, dedi. Ayol, men albatta sabr qilaman. Ammo kesalim tutgan vaqtlarda badanim ichilib qoladi. Sen Allohga badanimning ichilib qolmaslik uchun duo qilsang, dedi. Andin Rasululloh u ayolning kesili tutganda badanining ichilib qolmaslik uchun duo qildi. Ey hamshiram, sizning hamshiringiz tutqoqlik kesili sababidan yerga yiqilib, birer minutgacha bo'lgan oraliqda uning yog'liqi beshidan tushib ketib, chochlari ko'rinib qoladiganlik uchun kesilini qalb va jismimizning davosi bo'lgan Rasulullohga shikoyat qildi. Agar u xohlasa kesil saqayib ketadi yoki sabr qilish orqali jannat bilan mukofotlanadi. U ayol jannatdan qimmatli bir ne'matga erishamaydiganligini bilgachga shifoning o'rnida kasalni tanladi. Ammo kesili tutganda badani ichilib qolmaydigan bo'ldi. Amaliyotda kesili tutganda ichilib qolishi uning qo'lida bo'lmaganligi uchun uning gunoh bo'lmaydi. Ammo u buni talab qilish orqali qimmatli go'harga erishishning oson emasligini bildirib qo'ydi. Ey hamshiram, siz hijobingizga sal qaramang. Chechingizning ko'rinib qolishiga ehtiyot qilmay, erlar ko'zini uzamaydigan qadrsiz ayollardan bo'lib qolmang. Siz o'zingizni tövan tutsangiz, Allohning nazarida tövan bo'lib qolasiz. Hijobingizni zinnatga aylantirib olishdan saqlaning. Bundaq hijoblanishdan ko'ra hijoblanmaslik afzal. Hijoblanish faqat chechini yo'gashdan iborat emas. Beshini yo'gab turadigan bir raqtning partisi hijob hisoblanmaydi. Chechini yo'gab badaniga nipiz kiyimlarni kiyish bu hijoblanish qatoriga kirmaydi. Hijob degan badanning shakli va rangini sifatlab bermaydigan kiyimdir. Ammo bo'yin, bilaklarni echib qo'yish bu bir modaga agishib kiyingan hijobga o'xshaydi. Din va shariat hijobdan iborat emas. Ey hamshiram, ayol sahobalar putlarning ichilib qolishidan bakli ansiraydi. Bir kuni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam sahobalarga kimiki takabburlik bilan kiyimini yerga so'rab mangsa, Allah qiyomat kuni u kishining yuziga qaramaydi, dedi. Buni anglagan Ummu Salama o'rnidan turib, undaqda ayollar kiyimlarining ostini qanday qiladi, deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom bir g'erish uzatsin, dedi. Ummu Salama unda qisi putlar ko'rinib qoladi deganida Rasululloh undaqda yana bir g'erish uzatsin, ammo uningdan bak uzun qilmasin, dedi. Ey Ummu Salama, bu nima degan go'zal bir ehtiyot. Rasululloh kiyimini bir g'erish uzartishni aytganida ko'rinib qoladiganligini aytdi. Shuning uchun Rasululloh uning va barcha muslima ayollarning yana bir g'erish uzartishini aytdi. Ko'rayotganingizdek, sizning hamshirlaringiz ichilish uchun emas, balki texmi go'zal bir shaklda yo'ginish uchun munozirlashadi. Ular hijoblanish shaklining texmi kuchayishini orzu qilib Rasulullohdan ruxsat so'raydi. Chunki putining yot erlar tarafidan ko'rinib qolishi u ayolga og'ir keladi. Ansarlardan bir ayol mundaq deydi. Men Ummu Salamaning uyiga bordim. Rasululloh uyga kirib g'azablangandek bo'ldi. Men kiyimimning yengi bilan yuzimni yo'gib oldim. Rasululloh bir narsalarni deb chiqib ketdi. Ammo men uning nima demoqchi bo'lganligini tushunamadim. Keyin Ummu Salamadan, "Ey mu'minlarning onasi, men Rasulullohni xuddi men g'azablangandek his qildim", dedim. U shundoq. "Sen Rasulullohning nima deganligini anglamadingmi?" dedi. Men, "Yo'q, u nima dedi?" desam, u agar yer yuzida buzuqchilik bo'lib, insonlar uni cheklamasa, Alloh zamin ahliga azob tushiradi, dedi. Men, "Ey Rasululloh, ularning orasida yaxshi kishilarmi bor tursa", desam, u ularga boshqalarga yetgan musibat yetadi. Ammo Alloh ularni o'zining rahmatiga, mag'firatiga erishtiradi, dedi. Bu vaqada diqqat qilishga tegishli nuqta shuki, Payg'ambar alayhisalomning uyga kirishi bilan u ayol yuzini yengi bilan yo'ggan. Siz bu ko'rinishni ko'z oldingizga keltirib beqing. U ayol hatto payg'ambarning yuzini yo'ggan. Amaliyotda Payg'ambar alayhisalom dunyodagi eng pok inson. U ayol Rasulullohning eng taqvodor kishi ekanligini bilib turib yuzini yo'gaydi. Shuning uchun siz eng taqvodor kishilarga yuzingizni yo'gashga buyurilgan. Bir kuni Hazrati Oyshaning jiyani Hafisa
uning yeniga bordi. O yüzini nefis çümbel bilan yugib olgan edi. Buni ko'rgan Hazrati Oyisha Hafisaning chumbilni ilib yirtib etdi va "Sen Alloh taolaning nur surasida nima deganligini bilmamsan" dedi va uningga qilin bir chumbal berdi. Hazrati Oyisha kunimizdagi ijoblarni ko'rsa, nima qila bo'g'idi? "Ey hamshiram, Allohdan qo'rqing. Hazrati Fatima Zahra vafot etishdan burun kasal bo'lib yotganida Habasistonga hijrat qilganlardan biri bo'lgan Ummu Ja'far binti Muhammad uning yoniga kirdi. Hazrati Fatima, "Ey Ummu Ja'far, ayollar vafot bo'lganda qilingan ishlar menga yoqmaydi. Ayollarning ustiga raq tashlab qo'yiblar, erlar ko'tirib mangadi. Men bu ishni faqat yoqtirmayman" dedi. Ummu Ja'far, "Ey Rasulullohning qizi Fatima, men Habasistonni ko'rsataymi? Agar xohlasang, shunda qilayli" dedi. Fatima, "Bo'ladi, ko'rsatgin" dedi. Ummu Ja'far xurmushoqlarni akeldirdi va uning bilan jinozaning atrofini yugab, ustiga raq tashladi. Buni ko'rgan Fatima Zahra bakla hayron qilib, "Pah, bu nima degan go'zal bir ish" deb ketdi. "Ey Fatima, bu nima degan go'zal yuginish?" U vafot bo'lgandan keyin badanining ko'rinib qolishidan ansirdi. Sahaba ayollarning hayot vaqtida bundoq ehtiyot qilishi sizce ularga loyiqmi? Ey ayol, Alloh bilan qasamki, ular bundoq ehtiyot qilishga tegishli emas edi. Ammo yana ehtiyot qilishni tanladi.